1 oktyabr ustozlar kuni bilan barcha ustozlarni muborakbod etamiz va Westminster GM o'quv markazining 2024-2025 o'quv yilida erishgan natijalari bo'yicha taqdimotni boshladik. Muslimaxon Hamroqulova Qarshi shahridagi Prezident maktabiga qabul qilingan. Marhamat, taklif qilib qolamiz ota-onasi va Muslimaxon. Tabriklaymiz Muslimaxon, Qarshi shahridagi Prezident maktabiga kirgan o'quvchimiz va uning uydagilari. Sovg'alarni topshiramiz. Nuraziz G'aniyev Termiz shahridagi Prezident maktabiga qabul qilingan. Marhamat, uydagilari va Nurazizni taklif qilamiz. Toshkent shahar Muhammad al-Xorazmiy maktabi Ismoil Mahmadostov. Marhamat, uydagilari. O'tkirbek Ibragimov Urganch shahar al-Xorazmiy maktabi. Marhamat. Azizbek Odilov Toshkent shahar Ibn Sino maktabi. Uydagilari va o'zlarini taklif qilib qolamiz. Abrorbek Amirqulov Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati. Mushtarixon Rustamova Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati. Yakubov Shohrux Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati. Oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinib kelmoqda. Shu maktab xodimlariga bitta qarsa chalvoramiz. Va Westminster GM o'quv markazidan aynan Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internatiga umumiy hisobda 24 ta o'quvchi qabul qilindi. Asilbek Ibragimov Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati. Ibrohim Abduvaliyev Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Asilbek Ikromov Qarshi shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Fariza Aliqulova
Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Faxriyor Umarov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Asilbek Boymatov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Jasurbek Vafaqulov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Islombek Sultonov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Sovg'alarni topshiramiz. Elbek Qobilov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Mirjalol Xolmuminov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Diyora Burxonjonova, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Namozbek Nazullayev, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Dilbarxon Ro'ziboyeva, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat, sovg'alarni topshiramiz. Nigina Viktorova, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Sovg'alarni topshiramiz. Anvar Mamatov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Samira Karimova, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Kamolaxon Ahmadova, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Alibek Eraliyev, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Mirziyo Jomurodov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Zafar Xayrullayev, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Shohjahon Hamroqulov, Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat. Quyidagilarga taklif qilamiz. Arzimagan sovg'alarimizni taqdim etamiz. Turdonaxon Hayitmurodova va Hayitmurodov Azizbek. Marhamat. Qarshi shahar birinchi soni ixtisoslashtirilgan maktab internati va Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab internati. Marhamat, quyidagilarni taklif qilamiz.
Elshod Rahimov Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati marhamat va uning uydagilarini taklif qilib qolamiz. Lolaxon Arziyeva marhamat Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Mo'minxon Muzrabov Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Alisher Eshmamatov Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Husanjon Farhodov Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Ravshanbek Ravshanov Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Shohjahon Berdiyorov Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati. Ansorbek Qahramonov Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi va uning uydagilarini taklif qilib qolamiz. Parizoda Mengaliyeva Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi. Deymiz, muvaffaqiyatlaringiz bardavom bo'lsin. Boburjon Hamdamov Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi marhamat. Qarshi chalaveramiz. Yulduzxon Boboqulova Qarshi tuman birinchi ixtisoslashtirilgan maktabi. Qarshi shahar birinchi son ixtisoslashtirilgan maktab-internatida 24 o'quvchimiz birgalikda o'qiyotgan bo'lsa, Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabida ham 10 ta o'quvchimiz birgalikda o'qiyapti. Shu qatorda Nafisaxon Haqqulova Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi. Muhammadali Naimov Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi marhamat. Izozaxon Jo'rayeva Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi. Sevinch Roziqova Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi. Shohrux Mo'minov Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi. Marhamat. Samiraxon Qo'qonova Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi. Musayaxon Atamuradova Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi.
va bir vaqtning o'zida Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi. Davlatbek Hasanov Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Qarsa chalaveramiz. Va uning uydagilari. Har bir o'quvchimizning uydagilari. Temurbek Nurjomov Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Asalxon Abdurashidova Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Farangiz Shonazarova Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Sovg'alar topshiramiz. Yahyobek Inoyatov Qarshi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Xalqaro Siamu X Olimpiada g'olibi va Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi shogirdimiz Jahongir Qilichov. Bir vaqtning o'zida agentlik tasarrufidagi ixtisoslashtirilgan maktabga qabul qilingan Jahongirning opasi marhamat Gulshodaxon Qilichova. Sardorbek Mahmudov Koson tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Ali Muhammad Anvarov Koson tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Shirinaxon Shokirova Nishon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Qarsa chalaveramiz. Behruzbek Bahromov Kasbi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Zahroxon Ochilova G'uzor tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Abdusamad Ilmurodov Nishon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Sharofxon Uralova Dehqonobod ixtisoslashtirilgan maktabi. Intizora Xurramova Nishon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Marhamat. Temirbek Aliqulov Kasbi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Va uning uydagilari. Obodjon Muminov Kasbi tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Akabir Bobonazarov va Javohir Bobonazarov va ularning uydagilari. Qamashi tumani ixtisoslashtirilgan maktab va Nishon tumani ixtisoslashtirilgan maktab. Marhamat. Guljina Abdurahimova Andijon shahar ixtisoslashtirilgan maktab internati. Sarofiddin Atanazarov Nishon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi. Kamronbek Ibragimov Qarshi shahar Jasorat maktabi. Azizbek Do'stmirzayev Qarshi shahar Jasorat maktabi. Uydagilar ham Asila Qayumova Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi.
Jafarbek Bobonazarov, Qarshi shahar Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi. Dilnoraxon Mustafaqulova, Qarshi shahar Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi. Dilnoraxon Saidova, Qarshi shahar Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi. Qarshi chalaveramiz. Va uning uydagilari Bahodirova Zahroxon, marhamat. Qarshi shahar Abdulla Oripov ijod maktabi. Soliha Mahmad Yusupova, marhamat. Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi. Albatta bu Westminster Gym o'quv markazining yil hisoboti taqdimoti va shu o'quv yili mobaynida xalqaro olimpiadalarga qatnashgan o'quvchilarimiz ham bor. Ular ichida Anvar Abduvaliyev, marhamat, va uning uydagilari bir qancha xalqaro olimpiadalar g'olibi. Xalqimizga, Qashqadaryo viloyati o'quvchilariga o'z yutuqlarida o'z qo'shib kelayotgan va ularga yo'nalish berib kelayotgan Gavharxon Qobilovani ham taklif qilamiz, marhamat. Gavhar opa, LPS English Language Proficiency Competition tashkiloti Qashqadaryo viloyati koordinatori Qobilova Gavhar Saidova, marhamat, Simso 2025 g'oliblarini taqdirlash jarayonida qatnashadi va xalqaro Simso olimpiadasi g'oliblari o'quvchilarimiz Muydullayeva Izoza, Muydullayev Umarbek va Alishirova Shodiyonalarni ham taklif qilamiz. Marhamat. Ana shu Qashqadaryomizni kelajagi bo'lgan aziz bolajonlar va ularning juda e'tiborli, juda farzandini yuksaklarga parvoz qilishini xohlagan aziz ota-onalar, hammalaring bugungi tadbirimizga xush kelibsiz. Bugun kichkinagina bo'lsa ham o'quvchilarimizni taqdirlab olsak, men ELPC, ya'ni English Language Proficiency Competition xalqaro tashkilotida Qashqadaryo viloyati koordinatori bo'lib 6 yildan beri faoliyat yuritaman. Bizning tashkilotimizda aynan Westminster Gym o'quv markazidan juda ko'p o'quvchilar ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritib, hatto final bosqichigacha chet ellarda ham ishtirok etib, katta sovrinlarga ega bo'lgan o'quvchilarimiz mavjud. Aynan hozirgi 3 ta o'quvchimiz mana shu markazda tahsil olib, bizning olimpiadamizda ishtirok etib g'olib bo'lgan o'quvchilar. Men bu o'quvchilarni hammalarini tabriklayman. Ota-onalari doim farzandlarini kamolini ko'rib, yutuqlari bilan faxrlanib, g'ururlanib yurishlarini xohlayman. Farzandlarimizni esa kelajakda nafaqat Qashqadaryo, butun O'zbekiston va butun dunyoda eng yetuk farzandlar bo'lib ulg'ayishlarini, butun dunyoning eng nufuzli joylarida ishlab, nufuzli insonlar bo'lishlarini niyat qilib qolaman. Hammalaringga rahmat. IMC
tashkiloti tomonidan tashkil etilgan olimpiadada, xalqaro matematika olimpiadada ham munosib ishtirok etib, taqdirlanganlar. Guvohnomalarigacha, sertifikatlari, medallarigacha bu o'quvchimizni yanayam bundan-da yuksak cho'qqilarni zabt etishlarini tilab qolamiz. Ota-onalariga esa yanayam e'tiborli bo'lib, xalqaro eng yuqori top universitetlarda tahsil olishlariga ko'makdosh bo'lishlarini tilab qolamiz. Anvar Abduvaliyev ayni damda Qarshi shahar birinchi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati tarbiyalanuvchisi va ayni damda o'zlari Toshkent shahrida yana ham bardavom muvaffaqiyatlarga erishish uchun harakat qilyapti. Yana ham keyingi xalqaro olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rishyapti. Shuncha medallar, shuncha yutuqlar o'zim juda ham havasim keldi. Va shu o'rinda uydagilariga, o'ziga va Qarshi shahar birinchi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati xodimlariga, Westminster GM o'quv markazining barcha xodimlariga va qolaversa Qobilova Gavhar opaga rahmat aytib qolamiz. Ilohim bizning farzandlarimizdan shunaqa bardavom muvaffaqiyatlarga erishishda davom etsin. Qarshi boramiz. Rahmat Anvar Abduvaliyev uydagilari. Juda ham havas qildik. Bardavom muvaffaqiyatlarda davom etsin. Hammani farzandlariga nasib etsin, birgalikda ota-onalari va biz o'qituvchilar sifatida birgalikda faxrlanib yurishlik nasib etsin. Hozir juda ham hayajondamiz. Shuncha muvaffaqiyatlar va rahmat. Oshga marhamat. I see you walking by.